Men yangi kelinchak edim. Hali uyimizda hamma narsa joyiga tushib ulgurmagandi. Bir kuni vannaxonamizdagi kran buzilib qoldi. Yoqda ozimcha ustalik qilmoqchi bo'ldim, ammo bo'lmadi. Oxiri majburan qo'limga telefon olib, mahalladan bironta usta chaqirishga to'g'ri keldi. Ko'p o'tmay eshik jiringladi. Eshikni ochsam, qarshimda qaddi-qomati kelishgan, yoshi 25larga borar-bormas, chiroyli tabassumli bir yigit turardi. Qo'lida asboblar qutisi, yuzida ishonch bilan qarab turardi. Uning nigohi menga bir zumda ta'sir qildi. "Assalomu alaykum, opa, sizning vannangiz buzilibdi, to'g'rimi?" dedi u muloyim ohangda. Men unga qarab biroz hayajon bilan: "Va alaykum assalom, ha, shunaqa, marhamat, ichkariga kiring", dedim. U kirdi, vannaxonaga yo'l oldi. Men esa kozimni undan olib qocholmasdim. U qutisini yerga qo'yib, kranni asta yecha boshladi. Uning har bir harakati ishonchli va mahoratli edi. Menga galati bir iliqlik berardi. Bir mahal u yon cho'ntagidan kalit izlar ekan, bexosdan qo'limdan tutib qoldi. Go'yoki u ham sezmasdan qilingan harakatdek tuyuldi. Ammo qo'li issiq, kuchli va bir oz tebranib turgan qo'llarimni mahkam his qildi. O'sha lahza yuragim tez ura boshladi. Ichimda uyg'ongan hissiyotlar meni chalgitdi. Ko'zlarimni olib qochdim, ammo u tabassum bilan qarab turardi. Uning qo'li hali ham mening qo'limni asta ushlab turardi. Men esa qaltirab ketdim. Yuragim go'yo tomogimga tiqilib chiqayotgandek, lablarim quruqshab, nafasim tezlashib ketdi. U bir zum jim qoldi, so'ng ko'zlarini menga qadab: "Kechirasiz, bexosdan ushlab qoldim", dedi, ammo nigohi butunlay boshqacha edi. Go'yo u gapidan ko'ra ko'zi ko'proq narsani aytayotgandek tuyulardi. Men jilmayib qo'ydim. "Hech qisi yo'q", dedim, ammo ovozim titrab chiqdi. U esa asta qo'limni qo'yib yubordi, lekin barmoqlarning izi, iliqligi hali ham terimda qolgandek edi. U yana ishlashga tutindi. Men esa yonida tik turib qoldim. Nega ketmadim, bilmadim, ichimda qandaydir kuch uni kuzatishga majbur qilardi. U qulfni ochib, suvning taqillatib oqayotgan ovozini tingladi. Sochining bir necha tolasi peshonasiga tushib qolgandi. Men esa bilmay qoldim-u, qo'limni uzatib, u tolani yuzidan surib qo'ydim. O'zim ham hayron bo'ldim. U ko'zlarini katta ochib menga qaradi, so'ng jilmaydi. "Rahmat", dedi past ovozda. O'sha lahza orasimizda begona bo'lmagan bir tuyg'u tugildi. Vannaxonada suvning tomchilashi, hidi va bizning sokin ovozlarimizgina eshitilardi. Unga yaqinroq turib qoldim. U esa birdan to'xtab menga yuzlandi. Nigohlari meni butunlay o'ziga tortardi. Yuragim hapriqib ketdi, qo'llarimni qayerga qo'yishni bilmadim. Shunda u qo'lidagi kalitni asta chetga qo'ydi. Bir qo'lini sekin ko'tarib mening yuzimga tekkizdi. U qo'l shu qadar iliq ediki, men ko'zlarimni yumib yubordim. "Siz juda chiroyli ekansiz", dedi u shivirlagandek. Mening quloqlarim qizarib ketdi, ichimda ehtiros va qo'rquv aralash tuyg'u uyg'ondi. Shunda ko'zlarimni ochib unga qaradim. Bizning nigohlarimiz shu qadar yaqinlashgandiki, bir qadam tashlasa, lablarimiz tegib ketadigandek edi. Men nigohimni undan uzolmasdim. O'sha payt yuragim shunchalar tez urardiki, go'yo butun uy eshitib qo'yadigandek edi. Yigitning ko'zlari chuqur, sokin, lekin ichida yashiringan bir issiqlik bor edi. U nigohlari bilan nimadir so'rardi, nimadir taklif qilardi. "Siz yolg'izmisiz?" deb so'radi u nihoyat. Ovozi past, lekin qat'iy edi. Men hayron bo'ldim. So'zni qayoqqa burayotganini sezib jim qoldim. Bir necha soniya ichida menda ikkita tuyg'u uyg'ondi. Biri ehtiyotkorlik, boshqasi esa yuragimni junbushga keltirayotgan ehtiros. "Eshim tashqarida", dedim arang. U menga bir qadam yaqinlashdi. Uning nafasi yuzimni silab o'tgandek bo'ldi. Men esa ortga chekinmadim. Balki chekinishni istamadim. Shu mahal qo'llarimni ikki kafti bilan ushlab oldi. "Men sizni ko'rgan zahotimdan qalbim titradi", dedi u asta. Uning so'zlari yuragimni larzaga soldi. Men ko'zlarimni yumdim. Qo'llarim esa asta-sekin uning qo'liga moslashib unga ergashayotgandek edi. U yuzimga yanada yaqinlashdi.
Lablarimiz bir-biriga tegishi uchun faqat yarim qadam qolgandi. Men og'zimni butunlay yo'qotdim. Ichimda qandaydir ovoz to'xta desa ham boshqa bir kuch yaqinlash derdi. Men esa o'sha kuchga bo'ysundim. U asta yonogimdan opdi. Shunda butun vujudimdan titroq o'tdi. Men beixtiyor ko'zlarimni katta ochdim, u esa jilmayib qarab turardi. Ko'zlarda mehr ham, ehtiros ham aralashib ketgandi. Sizning qo'lingiz juda nozik ekan, dedi u qo'limni ohista silab. Men birinchi marta bunchalik hayajonlanyapman. Men esa kulimsirab boshimni egdim. Ichimda quvonch, hayajon va qo'rquv birga chulgab olgandi. Vannaxonada suvning tomchilashi ham bizning yurak urishimizga monand ohangda eshitilardi. U asta mening yelkamga qo'lini qo'ydi. Men esa qo'rqmay unga yaqinlashdim. Bir lahza ko'zlarimiz yana to'qnashdi. Biz allaqachon begona emasdik. Bu yaqinlik tobora kuchayib borardi. Men uni o'zimga yaqinlashtirdim. Uning issiq nafasi bo'ynimni silardi. Men esa ko'zlarimni yumib butunlay o'zimni qo'yib berdim. Shu lahza tashqaridan qushlarning ovozi eshitildi. Oynadan kirib turgan quyosh nuri esa bizning yonimizda o'ynardi. Go'yo butun olam bizni kuzatib jim qolgan edi. Uning qo'llari yelkamda turganida men o'zimni butunlay boshqa dunyoga tushgandek his qildim. Shu kungacha boshimdan kechmagan tuyg'ular meni o'z domiga tortayotgandek edi. Qulog'im ostida yuragimning tez urishi, ichimdagi iliq to'lqinlar va uning yaqinligi, bularning barchasi meni mast qilardi. Sizni ko'rib o'zimni yo'qotib qo'yapman, dedi u past ovozda menga qarab. Men esa jilmayib qo'ydim. O'zim ham nima deyishni bilmadim, faqat ko'zlarim bilan javob berdim. U qo'llarini qo'yib yana kran tarafga qaradi. Go'yo o'zini bosib olishga harakat qilayotgandek edi. Men esa yonida turgancha uni kuzatardim. Har bir harakati, har bir nafas olishi meni o'ziga rom qilar edi. Bir mahal u menga qarab: "Bilasizmi, men bunday hisni birinchi marta sezayapman. Odatda ish uchun kelaman, ishlayman, ketaman. Lekin sizni ko'rib u to'xtab qoldi." Men so'radim: "Nima bo'ldi?" "Sizni ko'rib yuragim titrayapti." So'zlari meni larzaga soldi. Men ham ichimda nimadir uzilib tushgandek bo'ldi. Axir men yangi kelinchak edim, endichi. Nega bunday hislar meni quvib keldi? Men javob bera olmadim. Faqat yonimdan o'tar ekan, uning kafti bilagimga tegib ketdi. Bu mayda tegishning o'zi ham tanamdan titroq o'tkazdi. Unga qaradim. U ham menga tik qarab turardi. Ko'zlarimiz bir necha soniya sokin jimlikda bog'lanib qoldi. Bu jimlik so'zlardan ming karra kuchli edi. U qadam tashladi, men esa orqaga emas, aksincha, unga tomon bir qadam yaqinlashdim. Go'yo qalbimiz allaqachon qaror qilgandi. U yuzimni asta ikki qo'li bilan ushlab sochlarimni siladi. Men ko'zlarimni yumdim. Uning kaftlari issiq, qo'llari qattiq, lekin mehrli edi. "Men sizni unutolmayman", dedi u ovozida ehtiros bilan birga titroq bor edi. Men esa pichirlab: "Men ham", dedim beixtiyor. Shu payt tashqaridan mahallaning shovqini eshitildi. Bolalar yugurib o'ynardi, qariyalar suhbat qurardi. Lekin biz uchun u ovozlar uzoq-uzoqlarda edi. Biz esa faqat bir-birimizni eshitardik. U lablarini menga yaqinlashtirdi. Nafasi yuzimni qitiqlardi. Men esa ichimdan titrab, lekin qarshilik ko'rsata olmay, o'zimni unga yaqinlashtirdim. Bizning orasimizda endi hech qanday masofa qolmadi. Shu ondan boshlab bizning hikoyamiz asta-sekin, ammo chuqur oqimda davom etardi. Kunlar o'tdi. Har safar u ishlash bahonasida kelardi. Men esa har gal uning kelishini sabrsizlik bilan kutardim. Avvaliga vannadagi, keyin oshxonadagi mayda ta'mirlar uchun chaqirardim. Har safar ko'zlarimiz to'qnashganida o'sha birinchi lahzani eslardik. Bir kuni u kelganida men unga choy damlab berdim. Stol atrofida birga o'tirib suhbatlashdik. U menga o'zining bolaligidan, orzularidan, oilasidan gapirib berdi. Men esa unga o'zimning hislarimni ochib bera olmasam-da, ko'zlarim bilan unga butun qalbimni ishonib topshirardim. Bizning suhbatlarimiz, qarashlarimiz, qo'l tekkizib olishlarimiz tobora yaqinlashib bordi.
Har safar u ketganda men o'zimni bo'shashib, yuragimning bir bo'lagi ham ketgandek his qilardim. U esa qaytishda "Yana chaqirasizmi?" deb jilmayardi. Men esa uyatchanlik bilan boshimni egib, "Balki" deb qo'yardim. Shu tariqa vaqt o'tgan sayin bizning yaqinligimiz tobora ortib borardi. Men endi uni kutmasam turolmasdim. U kelmasa uyim bo'mbo'sh, hayotim rangsiz ko'rinardi.